Mana bizning stolda azizlarim pirojkiga tayyorgarlik. Bolalar o'zlaring aytinglar, nimalar to'g'rayapsizlar? Men ko'k piyoz. Men petrushka to'g'rayapman. Qayerda o'sgan petrushka ayting? U hovlimizda mana pishgan, o'sgan terib oldik. Pirojka qilmoqchimiz, ha? Yaxshi. Men yalpi teryapman. Men hovlimizdan terib oldim. Hidi yaxshi ekan, juda ham mana ekranga ham hidi boryapti. Bizning To'xtang bolalar kanali hidlarni ham yetkazib turibdi. Ko'rdingizlarmi? Men ismaloq to'g'rayapman. Bu hovlimizda kam chiqdi. Ko'xtang bolalari ekibda kimning dalasida ismaloq o'syapti. Birgalikda teramiz. Bizga fardikniki kerak emas. Ana issiqqina bulochkalarimiz ham keldi. Dalaniki kerak. Birgalikda teramiz. Ko'xtang bolalari, Dibanajonlar qo'shilaylik. Eng kichkintoyimiz nima teryapti? Nima tergan, nima? Men esa ko'k piyoz teryapman. Satir bosib chiqqan bu. U qanday satir bosib chiqadi? Ekkanmisizlar? Ekkansizlar-a? Satirga ham eksa bo'ladi. Ko'k piyozni ekib qo'ysa satirga o'sadi. Katta tovoqqa solamiz. Mana bu birinchi bo'lib terdik, maydalari kim? Barnahol. Rahmat. Ertangi menyumiz bugun tayyorlab qo'yamiz. Pirojki, ko'k somsa. Xullas, ko'katlardan tayyorlanadigan taomlar ertangi taomnomamizda bo'ladi. Azizlarim, sizlar ham boshladinglarmi? Ko'k somsa-yu, ko'k taomlarni. Mayli, bizlar bolalar yordamida bo'lsa ham mana katta to'g'ralganmi, mayda to'g'ralganmi, baribir bu hammasi qayta qovuriladi. Shularning yordamida o'zlariga shunday narsa pishirib bermoqchimiz. Vitaminlarga boy. Hammasi o'zimizning bog'dan, o'zimizning tog'dan. Azizlarim, Ko'xtang tog'larida hozir hamma narsa o'sib qoldi. Bolalarga qilib beringlar. Dastlabki paytlardan qilsanglar, bolalar C vitamin narsalardan bahramand bo'lishsin. Oilingizda hamma narsa o'smagan bo'lsa, qo'shningizda bo'lishi mumkin. Bozoringizda bo'lishi mumkin. Hozir ayni sumalaklar qilinayotgan payt. Qarab turmanglar azizlarim. Bolalaringiz uchun qilib beringlar. O'zlaringiz uchun ham yaxshi taomlar qilish mumkin. Turlari ko'p, o'zlaringiz bilasizlar-ku. Qadimdan qilib yurgan taomlaringizni qilinglar. Mana Toshkentdagilar halim deydi, bizda yorma. Yorma qilib beringlar bolalarga. O'zlaring ham qilsanglar bo'ladi. Ozgina bug'doyni o'tkazsanglar, tegirmonlar turli hozir. O'shani elakdan o'tkazib, bo'ldi, dondini o'rniga shuni solasiz, yorma solinadi. Yaxshilarim, o'zlaringizni vitaminlaringizni ko'paytiringizlar. Xayr bolalar. Xayr. Qanday chiqdi?